Рошан Аббасның İslam Həmkarlıq Təşkilatığı çaqırıq yığınıdakı nutqi. Assalamu alaykum musulmon qarindoshlarım. Bugun mening deganlarimni obdan anglashinglarni umid qilaman. Esinglarda bo'lsinki, haqiqiy do'st og'ritib so'zlaydi. Chunki haqiqat ochiq. Siyosiy sadoqat va iqtisodiy manfaat ummatning qimmatini tövallatishi kerakmi? Növbətdə Uyğurlar İslam dövlətlərinin yardımıdan qəsdən məhrum qaldırıldı. Musulmonlar cəmiyyətimi Xitayning dünyani qaplagan yalğan təşviqatının qurbanı bo'lib atıdı. Əgər musulmon qarindoshlarimiz Xitay hökumətinin haqiqiy abdi bashirsini tonib yetgan bo'lsa, beshimizga kelgan zulmlarni anglatgan vaqtimizda bizni qo'llagan bo'ladi. Әмма biz dünyanın hər qaysı joylaridagi musulmonlardan ümidsizlandik. Mən ularningmi kelgusida bizga o'xshash oqibatga qolmasligi to'g'riliq ogohlantirganimda doim xirisga uchirdim. Xitoyning har yerda kishilarni setib olish va ularga tahdid selish masalasi mavjud. Amaliyotda Xitoy hokimiyati butkul insoniyatning dushmani. Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik faqat Xitoy hokimiyatining ichki masalasi emas, balki butkul insoniyatning masalasi. Mening begunoh adam Xitoy hukumati tarafidan mendan o'ch elish uchun tutqun qilindi. 2 yildan ko'proq vaqtdan buyon hadam to'g'risida hech qanday xabar yo'q. Xitoyning boshqa xalqlarga qandaq irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligiga obdan qaranglar va ogoh bo'linglar. Bu qirg'inchilik Uyg'urlar bilan to'xtab qolmaydi. Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishi besib o'tgan har joyda musulmonlarning qon dog'lari bor. Berma hukumati Xitoyning bir balvoq bir yo'l tashabbusining turtkisida Rohingya musulmonlarni o'ldirdi. Xitoy bu davlatning rahbarlariga besim ishlatib, shu rayondagi musulmonlarning bir balvoq bir yo'l tashabbusiga putlikashang bo'lmasligi uchun to'qinishni kuchaytdi. O'ttir Sharqdan tarqalgan videolarda arab musulmon bolalarining islom aqidasiga zid holda Xitoy davlat she'rini o'qib yurayotganligini ko'ryapmiz. Ular bu naqshlar orqali Allohning sodiq bandasi bo'lishning o'rniga Xitoy davlatiga sodiq bo'lish va'dasini beryapti. Bu ogohlantirishlarimizni esinglarda tutinglar. Navbatda Afrika, O'rta Sharq va Pokistondagi musulmon davlatlarning rahbarlaridan men shuni so'rayman. Hech qanday dinga ishonmaydigan, boshqalarning hayotini qilchi qadrlamaydigan otizm hokimiyati sizlarning davlatinglarning iqtisodini kontrol qilib olganda buning oqibatini yaxshi bo'ladi deb o'ylamsizlar? Sizlar Xitoyning allburun vijdoninglarni va fikr erkinliginglarni kontrol qilib qolmasdan balki o'zining mustabid imperiyasini sizlarning davlatinglargacha aktivlik bilan kengaytirayotganligini his qilmadinglarmi? İslam Həmkarlıq Təşkilatı Xitoyning deganlariga bo'ysundi. Uningdan boshqa bir balvoq bir yo'l planiga qatnashgan nurg'un davlatlar irqiy qirg'inchilik jinoyatiga bevosita sherik bo'lmoqda. Biz shuni e'tirof qilishimiz kerakki, Xitoy bizning dinimizga va e'tiqodimizga qarshi urush qilmoqda. Bugungi kunda Xitoy hokimiyati astag'firullah, Qur'on Karimni qaytadan yezishga urinayotidir. Xitoy hukumati bugun islomning eng cho'ng dushmanidir. Ammo ular Afrikada eng cho'ng masjidlarni selishga pul chiqarib, o'zining jahongirlik qarnitini yoshiryapti. Dunyoda hech narsa badalsiz emas. Xitoy kompartiyasi uchun aytganda, bu davlatlarga ketadigan xarajat Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik badaliga selishtirganda hech nima emasdir. Biz İslam Həmkarlıq Təşkilatının dərhal uyg'onishini talab qilamiz. Bizning ogohlantirishlarımizga quloq selinglar. Pul malg'i bo'lgan yerismanlikinglarni musulmonlarning hayotidan qimmatli deb qaramanglar.
Biz İslam Həmkarlıq Təşkilatı yığınında yaqında söz qılğan Türkiyəyə oxşaş dövlətlərinin köngül bölgənligiga rəhmət aytdimiz. Әмма biz texmi ciddi əmli hərəkətə muhtaç. Xitayning ochko'zlik, qonxo'rlik va vahshiylikka to'lgan irqiy qirg'inchiligi va mustamlikachilik jinoyatiga sherik bo'lmanglar. Biz bilan tang ovoz chiqarib, bizgila emas, o'zinglarga yordam qilinglar. Rahmat sizlarga. Manba Uyg'ur harakati torbetidan elindi.